أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hürmetli savaşdaşlar, bugünkü dersimiz kitabımızın 15. dersi, yani mensubatının 7. kısmı et-temyiz. Biz ilgirki derslerde kitabın başında muqaddime sübtide gramatika to'g'riliq ta'rifatlar, shu ta'rifatdan chiqqan mazmunlarga asosan kitobimizni asosiy jihatdan cho'ng 3 qismga bo'lib olgandik. Birisi ism, birisi fe'l, yana birisi harf. Ismni cho'ng jihatdan 2 ga bo'lgandik. Al-ismul mu'rab val ismul mabni. Endi ism mu'rab asosiy mazmun jihatda, ya'ni ism mu'rab degan grammatikalik o'rniga qarab turib, o'zgarish bo'ladigan ismlarni biz ism mu'rab degan emasmi? Mushu o'zgarish ahvoliga, grammatikalik o'rin ahvoliga qarab turib, biz 3 asosiy cho'ng turga bo'lgandik. Birisi marfuat 8 tur, ikkinchisi mansubat 12, uchinchisi majrurat 2. Endi mushuning ichida biz marfuatning 8 turini o'qib o'tdik. Mansubatdan 6 turini 5 maf'ul va holatni o'qib o'tdik oldingi darslarda. Bugungi darsimizda, ya'ni 15 darsimizda mansubatning 7 qismi at-tamyiz, ya'ni farqlantiruvchi. Endi jumlalarda ba'zi son so'zlanib qoladi ba'zi vaqtda. Ba'zi vaqtda jon tarozi so'zlanib qoladi o'lchamlari. Ba'zi vaqtda ko'lam, metr degandek ba'zi miqdor ifodalari o'lchanib qoladi. Va ba'zi vaqtda ba'zi jumlalarningki mazmuni jumla to'liq bo'lsa-mu grammatikalik nuqtadan, lekin ma'noda bir xil ayrimsizlik, uqumsizlik shakllanib qoladi. Shu xil uqumsizliklarni oydinlashtirish uchun, mücmellikni yo'qotish uchun kelgan bir bo'lak bo'ladi. Shu bo'lakni biz odatda tamyiz deymiz. Mana bizning aniqqa darsning ichiga kirmasdan degan tushunchamiz. Ya'ni masalan, ba'zida 20 degan son bo'ladi. 20 ning oldiga bir narsa qo'ymasak, 20 ning nima ekanligi bizga nisbatan oydin emas. Masalan, indi 20 desak, 20 hech nima ifodalamaydi. 20 junayhan desak, 20 junay. 20 dolar desak 20 dollar. 20 kitaben desek 20 kitap. 20 taliben desek 20 o'quvchi. Demak, keyniga nima kelsa, andikin 20 ning masalasi bizga oydinlashadigan gap. Bundan boshqa nurg'un ifodalar bor masalan. Masalan, Toba Muhammad desa, Muhammad bek yaxshidan bo'lib ketdi. Qaysi jihatlar yaxshidan bo'lib ketdi? U bir aniqsiz. U qaysi jihat eski burun. Masalan, u bir o'quvchi yoki u bir bala burun dadasiga bak yaxshilik qilmaydi. Yoki bir dada balalarga kuyinmaydi. Endi hozir Toba Zaydun aban bir yaxshi bo'lib ketdi degan gapda. Toba Zaydun ilman, u yaxshi o'qimagan, endi hozir hali bilimlari saviyalari eshib yaxshi bo'lib qoldi degandek. Demak, asli Toba Zaydunda, Toba Muhammadunda jumla tutgan bo'lsa-mu grammatik nuqtadan, jumlada masal chiqmagan bo'lsa, lekin ma'ni jihatda bir xil uqumsizlik bor bu yerda. Yani nemo deydigan bir savol chiqib qoladi. Shunisi nemo? 2 metr nemo? 2 kilometr degandek bir hukmlarning keyinida bir uqumsizlik chiqib, shu uqumsizlikni ifodalash uchun, uqumsizlikni oydinlashtirish uchun keladigan bo'lakni biz tamyiz deymiz. Buning grammatikalik ba'zi bir alohidaliklari va qani ko'rib o'tdi. Endi biz deb qo'ydigan bir gapdan birisi maf'ulatlarni o'tib ketgandan keyingi qism holatdan tortib oxirigacha mansubatning qo'shimcha qismlari, maf'ulatning qo'shimchalari deb ataladi. Bularning 5ida holatni keltirdi. Chunki holatninki nasbidan boshqa holati yo'q. Men bayat oldingi darslarda degan maf'ulun pih desam, maf'ulun pih bo'lib turib, mansubatdan boshqa holatlar bor. Masalan, fa oshkora kelib, sira qiladigan masalan. Endi mulhaqatlarning ma tartib bilan avval holat, undan keyin tamyiz, andaki mustasno shaklda kelishining sababi holat aksariyat asosan 99% nasb o'qiladi. Asosan mutlaq nasb o'qiladi desak bo'ladi. Buning boshqa holatlari yo'q. Jumla o'qigan vaqt u boshqa. Ammo tamyizningki nasb o'qiladigan yerlari bor. Harfi jar oshkor kelib, zir o'qiladigan o'rinlar mavjud bor. Zir o'qilsa-mu, nasb holatda kelsa-mu, yana o'xshash tamyiz. Aldı harfi jar kelib, majrur bo'lib qolsa-mu, yana tamyiz. Temizlik ma'noda o'xshash, ammo biz mansubat to'g'at
Temizlikki neslik hal to'g'ach akal to'q. Buna deganligimiz temizning hammasi zavara qildi deganlik emas. Hammasining grammatikalik o'rni nasbi deganlik emas. Ammo bunda bir alohidlik jihatda nasbillikda g'olibiyat e'tibori bilan shu hal oldida undan keyin tamiz, undan keyin mustasno. Chunki halda eng ko'p nasbillik holat. Tamiz onundan az, mustasnoda texim az. Manda olğaçqa ma tartib bilan kelganda tushunsak bo'ladi. Bu bir illat kitobning tartibiga nisbatan cho'ng masala yo'q. Abtur davotida tamiz degan bir nakir ism bo'lib, bu miqdorlardan keyin, sondan keyin yoki taroz o'lchamlardan keyin, jinglardan keyin, masalan, jing o'lchamlardan keyin yoki ko'lamlardan ondan boshqa uqumsizlik madamda bir necha misol kelib qo'ydi, masalan, miqdor, son, kel, vazn, masaha. Amaliyotda qandoq bir narsada mujmallik chiqsa, ma'ni jihatda shu mujmallikni qana qilish uchun liyarfa zalikal ibham, ya'ni shu mubhamlikni ko'tirish, mujmallikni ko'tirib o'tishligini, mubhamlikni yo'qotish, oydinlashtirish uchun kelgan har qanday nakir ismni tamizlaymiz. Shunga bo'laqa yakki so'zlardagi mubhamlikni ko'tiradi, mujmallikni, jumlalardagi mujmallikni ko'tiradi, ching tarozosini ko'tiradi, sanosini ko'tiradi, musafosini ko'tiradi, masahat bosini ko'tiradi. Har qanday yerdan ish qilib mujmallik chiqadigan har qanday yerdan mujmallikni ko'tiradi. Masalan, andi 20 kitoban من 20 كتاب اگر کتاب کمی کنده شون یعنی ifade mi? عندي قفزان burran men iki qafaz ma'riflarda kelaqi o'lcham birlik emas, ma jang taratonluq o'xshash. Men iki qacha mayo var. İki qacha desa o meni semanan kamilsa o qacha bir hukmni ifodalamaydi. Hadi meni var menda alaqi qachining o'zini emas, menda alaqi o'lchamlik e'tiboridan iki qacha, üç qacha degandek menda nuqtani ifod. Jariban iki taniq paxtu desa agar paxtu kamiganda taniqni ifodalam. Ma fis samai qadru raha. Osmonda alqanchilik yo'q desa nima yo'q? Sahaban bulut yo'q masalan. Va ala tamrat mislu hada badan desa xurmaning ustida shu xurmaga o'xshashlar nima yo'q? Kirpik masalan. Masalan ko'pik deymiz endi buni masalan. Demak, qandoq jumlada, qandoq bir bo'lakda, umayli miqdor olsun, miqdorining g'ayri olsun, shu so'zda bir hukmsizlik chiqdimi? Bo'ldi bas. Shuni ko'tagilik kelgan bilakning o'zi tamiz bo'ladi, nakirdan bo'lsa. Shunda o'tadi ba'zatda miqdor emas o'rinlardan chiqadi. Masalan, indi suvar desa, mening qashimda bir bilayzik bor desa, balkim bilayzik degan bir hukmni ifodalasimi, bilayzik degan ba'zi tumirdan bo'ladi, ba'zida kumushdan bo'ladi, ba'zi oltindan bo'ladi. Hukmsizlik chiqadi zahaban. Hada khatamun. Bu bir uzuk har xil bo'ladi. Hadidan onodaki demek meyli miqdor olsun, miqdorining g'ayri olsun, jing tarazlar olsun, son olsun, qanday olsun, hatta yakki so'z yoki jumla olsun, hukmsizlikni ko'taradi. Shu ko'targan bo'lak nakira bo'lakning o'zi, nakira ismning o'zi tamiz bo'ladi. Endi mana bayatin darsining boshida temizlarda nasb o'qilishdan boshqa, mansubatlikdan boshqa majruhlik bor dedim emasmi? Endi miqdorlarda, sonlarda, musofa, o'lcham tarozilarda nasblik holat ko'p bo'lgan bilan miqdordan boshqa o'rinlarda ko'pincha vaqtda zir ko'p. Shuni olib turib o'tadi. Wal khafdu fihi akthar. Ya'ni miqdordan boshqa o'rinlarda zir o'qilgan ahvol ko'p. Zir o'qilgan ahvol degani ya harflarni oshkor akilib zir o'qidi yoki yushrun, ma'naviy shaklda, izofat ma'naviy shaklda zir o'qilsa. Masalan, khatamu hadidin. Bumi tamiz, khatamun min hadidin. Bumi o'xshash tamiz desak bo'laveradi. Muzafillah ama temiz deymiz endi shuni. Muzafillahni temiz deymiz ma'na jihatda. Ba'zi vaqtda bu temiz jumladan keyin uchida jumlaning nisbati degan jumlaning mazmunini mubhamlikni ko'taradi. Masalan, taba zaydun hadisa zayd bak yaxshidan bo'lib ketdi desa, adam degan har xil nurg'un ishlar va axloqiy jihat yaxshi bo'lib ketadi, iqtisodiy jihat yaxshi bo'lib ketadi masalan. Bilim jihat burun bilmaydi, hozir bilib ketdi. Masalan, mavrunda agar bu burun bir narsa bilmaydi, hozir tirishib o'qib bir narsa bildigan bo'lib qolgan bo'lsa, ilman bilim yaxshi bo'lib ketdi. Yoki burun bir yaxshi odam emasdi, hozir aban yaxshi. Yoki burun axloqi nachardi, xulqan, yoki burun iqtisod nachardi. Masalan, amvali yoki malan masalan iqtisodiy jihat yaxshi bo'lib ketdi. Amaliyotda toba zaydun jumla butidi shuni bo'ladi. Muslay ba'u jumlada. Lekin mazmun jihatda maf'ulun bihi ehtiyojlikin desa toba lozim fe'l. Agar maf'ulun bihni taqozo qilmasa, u vaqtida boshqa bitta masala. Toba zaydun lozim fe'l. To'ldirg'ich taqozo qilmaydi.
Ama bir xil mazmun uqumsiz. Mazmun kam emas, uqumsiz. Maf'ulun bihni taqozo qilgan kam bo'ladi. Daraba Zaydun desa, bir narsa kam. Zayd urdi. Kimni deydigan savol chiqadi. O maf'ulun bihi bo'ladi vaqtida temizlemaymiz. Ama taba Zaydunda o degan lozim fe'l. Maf'ul taqozo qilmadi, ama mazmun to'liq chiqdi. Zayd yaxshi bo'lib ketdi-da. Mazmun to'liq chiqdi, mazmun kam emas. Ama to'liq chiqqan mazmunda bir xil mujmallik bor. Ya'ni Zayd nimasi yaxshi bo'lib ketadigan bir savol chiqadi-da. Shuni bilan bizningki mansubatning 7-qismi tamizning masalasi shuni bilan tugadi. Tamizning oddiy saboqdoshlar birisi tamizning ta'rifatini yodlab olsanglar bo'ladi. Ya'ni mufratdan, yakki so'zlardan yoki jumlaning mazmunidan nisbat degani mazmun degan gap, mubhamlikni, uqum mujmallikni ko'taradigan nakira ism bu bir. Ondan keyin bu ikki xil narsadan ko'taradigan bo'ldi mubhamlikni, birisi yakki so'zlardan, birisi nisbatdan. Yakki so'zlar deganimiz miqdor, adad, kel, masaha, vaz va ondan boshqa har xil va g'ayri zalik hammasidan ko'taradi. Nisbat deganimiz jumlaning mazmunini ko'rsatdi. Mushu bo'yicha bilib olsak, tamizning masalasi tugaydi. Ama her dersini o'qib bo'lgandan keyin sizlarga eskartish hojatsiz. Har darsning oxiridagi xulasini cho'qim yodlab olishinglar kerak. Grammatika, mutun sifatida. Ondan keyin har darsning oxiridagi savollarga astoydil javob bersangiz bo'ladi. Ondan keyin tamarin mashqlarni astoydillik bilan ishlab bersangiz bo'ladi. Agar to'g'ri joyda ishlayolsanglar, sizlar shu darsni yaxshi o'zlashtirgan bo'lasizlar. Endi mansubatning 8-qismi mustasno. Mustasnoning lug'at ma'nosi chiqarib verilgan degan, bir daradan chiqarib verilgan degan gap. Endi bu jumla lug'atga buni tushunishda xarakterini bekitishda shunday o'ylasanlar bo'ladi. Jumlada bir mazmun bor, shu mazmunning ichidan ma'lum bir bo'lak chiqarib verilgan bo'lsa, buni mustasno deymiz. Agar biz balag'iyun, ya'ni balag'at o'quvchisi bo'lgan bo'lsak, ma'no nuqtani o'ylaydik, ammo grammatik lug'atga cho'qim mushu chiqarib verilgan bo'lakning grammatik bir ta'siri bor. Ya'ni grammatik bir o'zgarishlar bor, grammatik bilvelish tegishli bir nuqtalar var. Şoňlaşqa mustasnany grammatikçiler alohida akeladi. Mustasna esonlada bolsun. Bizning nahvida ibbagan bütün tadqiqotlarimiz labzi nuqtadan ma'noga balog'atlikimiz, ma'noga adat o'zgarish bo'ladi. Lekin labzi nuqtadan hatto ma'nosi o'xshamaydigan turlarni bir yerga akab qo'ydi masalan. Endi mustasnani kitob qanday shaklda ta'rif qildi desa, mustasna deganimiz bir so'z bo'lib, illa va illaning hamrolari. Illaning hamrolari degan istisnoni ifodalaydigan harflar va asal turib chiqadi. Mushlardan keyin tilg'ilinadi. Nimish qodisa shu bilinsin uchunki shu lafziga, shu so'zga illaning oldidagi bo'lakka nisbat berilgan mazmun, bog'langan mazmun bog'lanma. Ya'ni jumlaning mazmunidagi illaning oldidagi mazmun bilan keyingi mazmun o'xshamaydi. Illaning oldida o'quvchilar keldi degan bo'lsa, illodan keyin Muhammad kelmadi. Illoning oldida o'quvchilarning hammasi imtihondan o'tibdi bo'lgan bo'lsa, illodan keyin amr imtihondan o'tadi. Masalan, demakchi o'g'ilni jumlaning oldi musbat bo'lib qolsa, illoning oldi, illodan keyin manfi. Illoning oldi bordi bo'lsa, illodan keyin bormadi. Illoning oldida yo'q bo'lsa, illodan keyin bor. Illoning oldida bor bo'lsa, illodan keyin yo'q. Mushu xil shaklda, ya'ni illa o'zidan ilgirki jumlaning mazmunini ta'tirgilab o'raydi. Ya'ni mazmun jihatda ilgirki mazmun kinki mazmuni ashadagi illodan kin kelgan bo'lakning ismi mustasno bo'ladi. Biz grammatika nuqtasidan mustasnoning i'robiy tarafini bahs qilamiz. Ya'ni illodan kin kelgan so'zlar qarab baqsaq ba'zi yerlarda zor o'qildi ekan, naslik bo'ldi ekan. Ba'zi yerlarda la ilaha illalloh o'xshash pash o'qildi ekan. Bu qanday masala? Mushu masalalarni bahs qilamiz. Bahs qilishdan ilgari biz mustasnoni ikkiga bo'lib olaylik. Mustasno ikkiga bo'linadi. Val mustasno ala qismayn. Birisi muttasil. Muttasil degani illodan keyinki mustasno bilan illodan ilgari mustasno minhu asli bir turdan. Munosabat, ma'ni jihatda munosabati bor. Ya'ni u bo'lsa-mu shu mustasno minhuning jinsidan turidan bo'lgan ikkisi bir turdiki. Ja'anil qawm illa zaydan wa zayd qawmning bir turi, bir odam namasi. Yoki munqati degani mustasno minhuning jinsidan bo'lmaydi, Ya'ni mustasno bilan mustasno minhu ikkisi boshqa gap. Biz ma gapni ikkisi munosabati yo'qligini ifodalash uchun ifodalaymiz. Muttasilda ikkisi munosabati va ishning o'xshamaydiganligini ifodalash uchun, mazmunning o'xshamaydiganligini ifodalash uchun kelgan bo'lsak, mustasnoy munqati'ta ikkisining boshqa turdan ekanligini ifodalash uchun kelamiz endi. Masalan, ja'al musafiruna illa anti atahum. Musafirlarimiz keldi, shu somkasiga qopqapti taxa. Chiqmabdi masalan, chiqqudak degandek. Endi ya'ni o'zimizning asosiy maqsadga keldik. Mustasnoning i'robiga kelsak, 4 turli bo'ladi. Mustasnoning i'robi 4 turli. Intayin muhim bir taraf. Birisi nasbi. Mustasnoning i'robi birisi nasbi.
Mana o sanab biraya. İkincisi nasb o'qilsimi bo'ladigan bedellik bilan oldidagi bilakka agishib kelsin bo'ladigan. Bu ikkinchi e'rob. Üçüncüsü amilga qarab turib, jumladagi amil raf'ilikni taqozo qilsa, raf'i, nasblikni taqozo qilsa, nasbi, jarlikni taqozo qilsa, jar qiladigan bunday bir holat. Üçüncü holat zir qiladigan holat, ya'ni majrur bo'ladigan holat. Mush to'rtni bilib olsanglar bo'ladi. Mustasnoning i'robi to'rt xil. Birisi nasbi. Buning to'rt o'rni bor, nasbi qiladigan to'rt o'rin bor. Doskada yozib qo'yaylik. İkincisi nasbi o'qilsimi bo'ladigan va bedellik xususiyati bilan, tabiiyatlik xususiyati bilan ilgiridagi bilak qanday bo'lib qolsa, mustasno bilan qanday bo'lib qolsa, mustasno minhu bilak, mustasno shunga agishadigan. Üçüncüsü amilga qarab o'qiladigan. Buning har birisining o'rni bor. To'rtinchisi majrur bo'ladigan. Mustasnoning to'rt xil alohidaligi bor. Andos kelaylik kitobda nima deb qarab boqaylik. Birinchisi alif nasb. Bu nasb to'rt o'rinda bo'ladi. Birinchidan mustasno o'zi muttasil bo'lganda, bayat muttasilning ekanligini tushundik. Mustasno bilan mustasno minhu bir turdagi narsalar. Ikkinchisi tam bo'lgan vaqtda degani mustasno minhu bor bo'lsa va mujab bo'lsa degani mustasno bunda musbat shakldagi nafi yo'q, nahi yo'q, istifhom yo'q, mana shakldagi mustasno bo'lib qolsa. Bu uch xil shart hozirlangan mustasnoda nasb o'qilish vojib bo'ladi. Ya'ni mustasno muttasil tam mujib deganimiz jumlada nafi olmaslik, nahi olmaslik va istifhom bo'lmaslik bilan mujab bo'lgan. Va mustasno minhu mazkur bo'lgan degani mustasno minhu aniq bo'lib qolgan bo'lsa, bu vaqtda jar qiladi. Janal qawm illa sa'idan o'xshash. Qarab baqsaq jumlaga muttasil qavm bilan sa'idning munosabati tam qavm bayoni. Aniq mujab jumlada chiqqan nafi nahi istifhom yo'q. Bunda holatda jar qiladi. Ikkinchisi mustasno munqati'larda o'xshashlar. Qanday olib kelsin? Mayli boshqacha olib kelsin, olib kelsin, jar qilaveradi. Ra'aytul musafirin illa amti'atahum. Üçüncüsü mustasno minhu muqaddam bo'lgan vaqt. Aslida mustasno illodan keyin keladi, lekin hamda jumla deganda ma'lum ma'nolarni ifodalash uchun jumlaning bilaklari har xil o'rindan olinib turadi. Shu munosabatlar bilan o'rindan olinishib mustasno minhu oldi o'tgan bo'lsa, zibara qolsa bo'ladi. Jama'ani illa ahak ahad. Ahad mustasno minhu keyni keldi, illa ahak oldi keldi. Ahak mustasno bo'p zibara qolsa bo'ladi. Zibara qilishi vojib. To'rtinchisi mustasno illa bilan emas, ada, hala, ma hala, ma'ada, lays la yakunu o'xshash ma xil shakldagi mustasno vositalar bilan, istisno vositalar bilan kelgan mustasno zibara qolsa bo'ladi. Katabat tullabu darsa ada Xolid. O'xshashlar Xolidning boshqa o'quvchilar darsini yozdi. Yoki katabat tullabu darsa ma xala Xolidan. Xolidning boshqa o'quvchilar darsini yozdi deb ma shakl tarjima qilsa bo'ladi. Bu mustasno zibara. Demak, to'rt xil o'rinda mustasno nima qiladi? Nasb qiladi. Birisi mustasno muttasil tam mujab bo'lsa. Ikkinchisi mustasno munqati bo'lib qolsa. Uchinchisi mustasno mutaqaddim alal mustasno minhu. To'rtinchisi xala ada yoki ma xala ma'ada lays la yakun lawlan bo'lgan mustasno zarur. To'rt xil o'rindagi i'rob, birinchi i'rob zavar nasb bu biri. Ikkinchisi ba. Doskada ba deb akillikka zavar o'qilsimi bo'ladi yoki tabiiyatlik bilan, ya'ni agashma shaklda oldidagi bilakka agishib o'qilsimi bo'ladi. Masalan, bunda qanday aholi shuna oldi desa, mustasno kalam g'ayri mujabda bo'lsa, g'ayri mujab degandan keyin bayatdan nafi olmaslik, istifhom olmaslik degan gaplar emas, aks bo'ladi. Ya'ni nahi olib qolsa, nafi olib qolsa deganday gaplar. Mustasno minhu ba bo'lsa, masalan, ma jaa ahadun, ma jaaga jumla nima bilan boshlandi? Ma jaa nafi bilan boshlandi. Ahadun mustasno minhu ba, ma mustasnoni biz mustasno kalam g'ayri mujib, ya'ni mustasno fi kalam g'ayri mujib deymiz. Ma holatda sa'idan deb o'qisaqmi bo'ladi. Ahadun peshvogandan keyin Sa'idni ahadunga badal qilib Sa'idun qilsaqmi-chi, bu tabiiyatlik bilan bo'laveradi. Ikki xil yo'l to'g'ri. Mana bu jumlada istisnoli qasdan zabar qilsaqmi bo'ladi, badallik qasdan agashtirib o'qilsaqmi bo'ladi masalan. Ma ikkinchi xil mustasnoning i'robi. Uchinchi xil i'robda omillarga qarab i'rob beriladi. Omil degani jumlada şu mustasno bilakning maqomi o'rni raf'lik o'rinib qolsa, raf'ning i'robi, nasblik o'rinib qolsa, nasblikning i'robi, jarlik o'rinib qolsa, jarlikning i'robi beriladi. Qanday yada desa, zalika ashu mustasno mufarraq bo'lib qolsa. Mufarraq degan nima desa, bu mustasno illodan keyin kelib kalami g'ayri mujabda. Mustasno minhu g'ayri mazkur. Mustasno minhu yo'q bunda ahvol ostida. Masalan, maja'ani
cümle nefiyle başlandı. Kalam gayri mucab. Anlakin illa sa'idun deb illani aldı mustasna minhu yok. Bunday şekilde ma ja'ani fil maf'ulun bih. Fa'il taqazza qildi. Saidning o'rni tabii ki raf'i. Said peşe qildi. Va ma ra'aytu fil fa'il. Saidning o'rni jumladagi nasbi. Tabii zo'r qildi. Va ma marartu illa bi sa'idin. Ba'ni taqazzasidan sa'id nima qildi? Zo'r qildi. Bunday şekilde i'rob bilinsa bo'ladi. Xo'sh, mana 3-chi xili. 4-chi xilisi agar mustasna g'ayra siva hashalardan keyin kelib qolgan bo'lsa endi. Ma'lum istisno adotlar bo'ladi, ma'nodan keyin kelib qolgan bo'lsa tabiiy majbur bo'ladi. Butun ulamo nazarda g'ayra sivada va bir birlik ulamo nazarda hashada shunda bo'ladi. Janal qawmu g'ayra majidin siva majidin hasha majidin deb mana shaklda muzofillayda turib qana qilsa bo'ladi, i'rob qilsa bo'ladi. Endi misha kelgan vaqtda biz eng oxirida g'ayrining gapi chiqib qoldi. G'ayridan keyin kelgan ism meni mustasno. Muzofilay deb turib zirb qilsa bo'ladi ekan. Lekin g'ayrining o'zi cho'zilsa, g'ayrining o'zining i'robiga kelsak, endi g'ayrining o'zining i'robi yu'rabu g'ayr illa bilan kelgan mustasnoning i'robi bilan i'rob. Illa bilan kelgan mustasnoning i'robi 4 xil i'rob deb emasmi? Buning birisi g'ayri munosib, undan 3 xil. Nasb qilish vacip birincisi, ikincisi nasb o'qilishmi bo'ladi, badallik kasini agishib o'qilsin bo'ladi. Uchinchisi amilga qarab o'qiladi emasmi? Mush ahvollarning hammasi g'ayriga beriladi. Boshdan kelayli. Masalan, nasb o'qilish vojib o'rinning birinchisi mustasno muttasil fi kalam mujib tam bo'lsa. İkincisi mustasno munqati bo'lib qolsa. Uchinchisi mustasno mutaqaddim alal mustasno minhu bo'lib qolsa. To'rtinchisi mustasno bi'ada va khala bo'lib qolsa, mustasno zo'r qilib g'ayri kelgan jumlada mushu 4 xil ahvol topilib qolsa, g'ayrini o'zini zo'r qo'yamiz. Masalan, janul qawmi g'ayra zaydin. Bu mustasno fi kalam ta mujib tamda. G'ayri himaran munqati'ta. Va ma ja'ani ahadun g'ayra sa'idin. Ma va ma ja'ani ahadun g'ayra sa'idin. Mayada g'ayra sa'idin, g'ayru sa'iddan 2 xil o'qilsa bo'ladi. Va ma marartu va ma ra'aytu g'ayra sa'id ma'runda amilning savolan o'qilgani. Va ma marartu bi g'ayri sa'idin ba'ning amilning savolan o'qil. Mush bo'yicha yuqoridagi i'roblarda illa bilan bo'lgan mustasno qanday i'rob berilgan bo'lsa, g'ayri bilan kelgan mustasnoda mustasno zirb qilgandan boshqa g'ayrining o'zi shu mustasnoning i'robidan i'rob berilsa bo'ladi. Xo'p, endi g'ayri davomli istisno uchun kelmaydi. Olib turishini da'vatadi bizga. G'ayri degan so'z sifat uchun tayinlangan degani buning ma'nosi sifatni ifodalaydi. Ba'zi istisno uchun xuddi yuqoridagi misollarda istisno uchun oldik. Bundan ishli qo'llanib qoladi. Xuddi illa degan so'z istisno uchun tayinlanib, ba'zi sifat uchun ishlatilgandek. Masalan, illaning sifat uchun ishlatilgani law kana fihima alihatun illallohu la fasada. Tamam, asli g'ayrulloh ma'nosida Allohdan boshqa iloh yo'qmi? La ilaha illalloh shu g'ayrulloh ma'nosida. Illoninki sifat o'g'ini. Shuni bilan bugungi darsimiz oxirlashdi. O'quvchimiz bugungi darslarni do'stlarga yozilgan tundagi misollardan tatbiqiy shaklda ishlab ko'rsa bo'ladi. Masalan, ishtaraytu xatama fiddatin ladayya qalamu hibrin zarani 20 sadiqan degandagi 6 misoldan oldimizdagi, ya'ni tamizga munosabatli qoida misollarni suzib chiqarsa bo'ladi. Va ma jaa illa salim jaa al musafiruna ada samir ma marartu illa bil ahsan axlaqa degandek ma jumlada illaning maslari tillangan. Mushu bo'yicha undan boshqa oyat va hadislarni ahtirib shu tamizninki va mustasnoninki qoidalarini bir qur ko'rib chiqsa, tadbiqlab chiqsa, undan keyin darsning oxiridagi savollarga, ikkala darsning oxiridagi savollarga javob berib, tamrinlarni mashq bilan to'liq ishlab kelsa, mencha o'quvchilarga nisbatan dars o'zlashidi. Shuni bilan bugungi darsimiz oxirlashdi va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.